Allohning borligini bir daqiqada isbotlayman. Tasavvur qiling, xonaga kirdingiz va devorda ismingiz yozilganini ko'rdingiz, lekin u yerda hech kim yo'q. Nima deb o'ylaysiz? Ko'zingiz hech kim yo'q deydi, lekin ongingiz kimdir buni yozgan bo'lish kerak deydi, to'g'rimi? Bitta harf ham o'z-o'zidan paydo bo'la olmaydi. Bundan kelib chiqadiki, ismingizni yaxshi biladigan, tirik va qudratli kimdir bo'lish kerak. Uni ko'ra olmasligingiz muhim emas. Keyin oynaga qaraysiz va o'zingizni ko'rib bu savolni berasiz. Sizni kim yaratdi? DNKngizni kim yaratdi? Unda 3,5 milliard harf bor. Devordagi ismingizni yozish uchun kimdir kerak bo'lsa, qanday qilib tanangiz yaratuvchisiz paydo bo'lishi mumkin? Qanaqasiga kimdir ismingizni yozganiga ishonib, lekin hech kim sizni va DNKngizni yaratmagan deya olamiz. Shuningdek, tanangiz bir marta yaratilmagan. Hujayralaringiz doimiy ravishda yangilanib boraveradi. Ular qayta-qayta yaratiladi. Demak, haqiqiy savol shunday: tirik, qudratli va hamma narsani biladigan yaratuvchi bo'lish kerak emasmi? Atomlarda bu narsalar yo'q. Unda kimda bor? Bu videoni eshitish kerak bo'lgan do'stlaringizga ulashib qo'ying.